Siz Siz qayerdan? Buxoro shahar. Siz ham Buxoro shahardan. Ikkalariz bir joydan emasmiz siz bilan? Mana hozirgi Buxorodan edi, o'sha uchun lift deb anaqa qayeridan ekan Buxoroni. Rasm o'ziznikimi? Da. Nechinchi yilsiz? Sizdan ancha kichiksan kerak. Hop, nechi? Kecha Sardor akam shu savolni bergan. Nechinchi yil? Sizga yili nima? Yo, mendan kichikmi, kattamiz? Yo, kichik dedi. Hop, nechi? 22. Bolalar nechta? Ko'p bola, qaysi birini aytay? Svet ham yonib turadi. Sizlar tarafda svet o'chganmi faqat? Yo'q, bizda svet o'chmaydi, chunki uyimizda quyosh panel qurilgan. Solchin batariya. Ha, qachon qurdinglar? Bir 3 yil bo'ldi. 3 yil. 3 yil oldin svet bo'lmagan ekanda bo'lmasa? Ya nimaga? Bachalar ko'paygan-ku. Ha, shuni aytayman-da, nima deyman? Ko'pmi rostdan ham? Yo'q. Oching qani bir ko'raylik qani. Nimaga men ochaman? Hammaga o'zimni ko'z-ko'z qilib ko'rsatayman. Bitta o'zga ko'rsataman. Hozir nima qildingiz? Burningizni qoqdingizmi, kuldingizmi? Ya, tomog'im og'rigan, moroshni yeganda. Kamroq yeng. Nimaga? Ha, shamollatasiz-da. Ha. Kenchi? Tomoqni artish kerak, tomoq bosish kerak. Sizniki nimaga? Lekin men tomoq zo'r bosaman. Duxuzga o'tirmaysizmi? Nima uchun do'q ko'tiraman? Tomoq bosish mani ishim-ku. Yoshlikdan kasbim-ku menim. Sizga shart emas, tomoq anaqa bosish, artish. Yo'lni chetidagilarni tomog'ini artasiz. Yo'lni chetidagilarmi? Siz yo'lni o'rtasidamisiz hozir? Men o'zimga aytaman kerak ekanligini. Qoshiq bilanmi deyapti. Yo'q, qoshiq temir u. Ana qattiq bosish mumkin. Yumshoqroq narsa bilan bosish kerak-da tomoqni. U menda bor o'zi. Ularga qolmabdi nima bilan artish, nima bilan artmasligi. Endi odamlarga qoldimi? Mani ish qolim onamning qornidan birga tug'ilgan. Ish qolim bilan tug'ilganman. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Ha? Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Ko'tardik. Umurbekni ham taniysizmi? Ko'taring yoqqa jiramni. Jurangiz. Jiram ko'taring yoqqa. Mana uni donatorman. Assalomu alaykum hammaga, xalqqa. Umurbek, donatoringmi bu kishi? Ko'taring. Sardor bilan o'ynagan paytlari sal yetmadi. Monetim qolmadi-da. Yaxshimisiz? Qo'taring, tomoq og'rigan ekan, tomoq artmoqchimiz. Nima deysan, Umurbek? Tomog'ingiz og'risa, tomog'ingizga Shartmas. tomoq dori iching. Ya, dori bilan yaxshi bo'lmaydi u. Umurbek ko'taring qani. Mana eshitmayapti bu kishi. Eshitmayapti Umurbek. Ruxshona Umurbek eshityapti. Ne, Umurbek menga ko'rinmayapti-ku. Hozir kelaman. Qaytib chiqsa. Lekin tishlari oppoqqina ekan. Katta. Tushunmayman. Sardor aka bilan baravar Buxoro kelmaysizmi? Kecha Sardor aka meni mehmon
ikkiga bir qiynalasiz. Biza so'ylaydigan odamlardan emas lekin. Gapiring lekin. Yo'q, unaqa ma'noda emas. Ikkiga bir endi bari nitoda endi. Kimdir Bizda qaniysa. Yo'q, to'xta. Siz bitta gapni gapirishdan oldin o'ylab ko'p gapiring. Har kim har xil bo'ladi. 5 ta barmoq o'z bir xil emas. Nito gapirmangki. mana 5 ta barmoq pasti bir xil. Bilasizmi? Jinni bo'lsa to'g'ri ushlang qo'lingizni. Mana bu ikkalasi bir xil mana, ko'ryapsizmi? Ajini to'g'ri ushlang qo'lingizni. Tekis. Ajma? Maxluqoy. Umar opang yursa zo'rlab qo'yaman. Nima deysiz? Nima deydi? Lekin buxoroliklar bilasizmi, yomon ammoqman do'st bo'ladi. Sardor bilan ikkalaringiz kelinglar birdan deyapti. Ikkala tevba qildi. Yaxshi niyatda. Taqavaraylik. Ya mana o'lay agar pastda mana hamma eshitdi. Nimani Ana. Birdan Umurbekdan kelamiz. O'ynaysanmi? Batilga. Nimaga? Milliy bo'yichadan o'ynaysanmi?